Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo cheksiz maqtovlar bo'lsin. Mana azizlar, albatta va'da qilganimizda bizni ishlarimiz davom etyapti, hali to'xtab qolmadi. Inshaalloh shu gruppadagi hoji akalarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bizga mana yerlarni tavsiya qilishyapti. Hozir mana yana navbatdagi yerni ko'rgani keldik inshaalloh. Bizga bu sotilaman degan yer mana shu yerda ekan akalar. Bu yog'i bog', suv, to'q hamma bor ekan. Hoji akalarimiz o'zlari shu yerda yashaydi ekan. 6 sotikdan ekan yerimiz. Bu yerda bo'lsa aka mana O'sh Jalobod, Bishkek Jalobod trassasi. Bu taraf mana Sadda. Akalar yerimiz mana shu yerda ekan. Inshaalloh yana bir maslahatlashib, hoji akalarimiz bilan sendan gaplashib, yana videolarimiz davomini chiqaramiz inshaalloh. Dokumentlar xudo xolasa yaxshi hoji aka inshaalloh. Har bir taraflama usloviyalarimiz ham yaxshi, mana inshaalloh dokumentlar ham yaxshi ekan akalar.